Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun biz Ufadan 15 kilometr uzoqlikda joylashgan Sельсовет Жуковga kelamiz. Konniy klubga. Hozir mana boshlandi. Otda bir marta aylanib chiqarkan, mana shular ustidan sakratib o'tadi. Menimcha qoidasida mana shu otning oyog'i yerda yotgan taxtalarga tegmashi kerak menimcha. Agar yana bilganlar yozib o'ringlar. Hozir bir marta aylantirib chiqarkan, keyin otni finishga olib borib qo'yadi-yu, otdan tushib keyin piyoda emas, yugurar ekan o'zi. Shunga ball beradi. Qancha tez, bunga minuta belgilangan menimcha. Ana oyog'i tegdi eshitgan bo'lsanglar. Taqitib, menimcha shunga ball olib tashlaydi, yana bilmadim. Ufada yashaydiganlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, olib kelsanglar bo'ladi ballaringni. Konniy klub, sportivniy igri, bitta kelib fotosessiya ham qilsa bo'lar ekan. Atrofida qimiz qiladigan joylar bor ekan, qimiz. Kvadrotsikllarda tushish mumkin ekan. Snegohodlarda. Ana finishga qo'ydi, endi yuguryapti. Yana bitta krok. Tomoshabinlar mana. Oilaviy kelishgan podдержка uchun. Bundan oldin mana bu yigitcha otda aylanib sakratib chiqqandi. Pauza ekan, endi bundan keyin boshqalar chiqadi endi. Ot chiroyligini qaraydi. Ana sen dumi shunaqa uzun yerga tegay deydi. Qani qarosinikini kesgan ekan. Mana shunaqa qiziqarli narsalar ham bor. Dam kunlari chiqib tomosha qilishga xatyabi. Ot minishi bilmaganlar kelib tomosha qilib ketsa ham bo'lar ekan. Bu safargi undan ham qiziqroq bo'ladi. Mana endi taxtalarni qo'yapti, qaranglar. Otlar sal balandroqqa sakraydi endi. Bu videoni otga qiziqadiganlarga jo'natib qo'yasizlar. Tak, ketdi mana. Birinchi xotka. Opa. Yengilgina o'tib ketdi. Молодец. O. Ana endi otni qo'yadi yana. Ba'da keyin o'zi yuguradi. Bundan oldingisi 80 sekundda amalladi shu ishlarning hammasini. Hozir buni ko'ramiz qani. Ana 79 sekundda bajaribdi. Hammasi chotka o'tgan. Hech nimani yiqitmagan. Zo'r. Keyingi uchasnik. Buni ko'ramiz, qani necha sekundda uddalaydi. Birinchi bo'lib otda sakrab o'tadi hammasidan. Undan keyin otni qo'yib o'zi
O yaxtı. Ana endi otni qo'yadi, o'zi yuguradi endi. Da balechiklar mana. Konli klubdan chiqib turib, endi mana Mavzali Turaxonga keldik. Ufa. Qishki bo'lgan уже mana. Ba'zi joylarda qor, ba'zi joylarda qor yo'q, daraxtlar bargini tashagan. Atmosfera mana. Ana shu tepaga qarab chiqib boramiz hozir. Mana bu kirish. Ayta kirib mana bashkirskiy blyudadan mana tatib ko'ramiz endi. Bashkirliklarning milliy ovqatlaridan. Turaxon kafe. Mana bu Chingizxon ko'rib turganlaring. Muzey ichini bir ko'rsatay. Mana bu rasm O'zbekistondan podarka bo'lgan ekan. 2024-yil Xurshid degan rassomdan mana. Xurshid 2024 Ziyaxonov Xurshid O'zbekiston Toshkent. Bashkiriyaga Ufa kelsalari обязательно kiringlar bekka mana. Hozir boya tepada tashqari ko'rsatdim, chiqib boramiz dedim. Ana kulbami nima deydi uni? Takshda mana shunaqa aylanib turinglar o'sha vaqtda. Mana pishagan muzeyga kelibdi. Tarixdan o'tgandik mana Qipchoqlar, Kipchaki. Tatarlarniki 14-asr. Nayman, ona Naymanlar ham bor edi. Chingizxon kinosini ko'rganimda Nayman. Uyguriya ham bor ekan. Mongoli. Tayjuti. Shular bizlarnikimi? Tayjuti? Таджики, памирцы, Чагатайский улус. Juda ham katta Qur'on kitobi bor ekan mana. Bu Qur'on kitobi yozib qo'yibdi mana. 26 may 2023 Копия этого экземпляра, выполненная всемирно известным каллиграфом Хабибулла Солихом из Международной исламской академии Узбекистана, в знак дружбы была официально передана Республике Башкортостан. O'zbekistonlik tarafdan yozilgan ekan. Mana ko'rib turilgan qilich, mech
Mana yozib qo'yibdi kopiyasi faqat, lekin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni spadvijniklari izdoshlarini xalifa Umar ibn al-Xattabnikini kopiyasi ekan. Bu pодарок mana ko'rib turibsizlar, O'zbekistonda бывший mer город Jahongir Ortiqxo'jayev tomonidan berilgan ekan, Akfa Holding. Shunaqa zo'r o'xshatishibdiki, bitiga yoki qo'lni ushlab ko'rsa, chista mana o'zimizni qo'lladagida mana. Buni qaranglar. Chista qo'lga o'xshagan. Uyda divanda o'tiravermaylar, turinglar chiqinglar. Dadamlar kelsalar mana bundan bitta cho'p berardilar. Tamburdan. Har xil arxeologik qazilmalar, topilmalar mana. Mana zal ekan, beka manza qilib tarixga gapirib berar ekan. O'tirib tomosha qilsa bo'ladi. Kartinalar, tarixga qiziqqanlar kelsa, vashi mazza bo'ladi. Hozir mana shu o'tiramiz, eshitamiz. Mana yerda otni egarlari. Buni qaranglar. Ot boqarlarga, chavandozlarga pодарок от делегации Республики Казахстан mana. Qozog'istonlik delegatsiya tomonidan berilgan. Bunisi Ozarbayjonliklardan berilgan ekan. Bunisi Mongoliyadan ekan. Mongoliya. Tak, Bag'ladi ham bu. Bu kimdan? Qirg'iziston Respublikasidan ekan bu. Mana bunisi O'zbekistonliklardan berilgan ekan. Mana bunisi Kalmıkistan delegatsiya, Respublika Kalmıkiya. Dam olish kunlari hammaga maroqli o'tsin o'rtoqlar. Mana bu kartinka ham O'zbekistondan bo'lsa kerak. Или Sredney Aziya shu. O'zbekiston, Tojikiston. Или Usmonov Dalyorjon Tojikistondan ekan mana. Xo'jan Go'shtingiri Barba. Sog' bo'linglar. Kanalga obuna bo'linglar. Kutib qolamiz hammalaringni keyingi ko'rsatuvlarda. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, fikr mulohazalarini yozib qolasizlar. Mavzoley mana Turaxonaga yetib keldik. Qir adirligi ustida joylashgan ekan. Atrofida mana kemping qilishga yurtlar bor. Ana. Shu atrof. Agar kim Turaxon haqida bilsa, kommentariyada yozdirib qolasizlar. Kim bo'lgan, qanaqa odam bo'lgan? Turaxon degan nom qayerdan kelgan? Bilganlaringni yozib qoldirasam, uni qaranglar endi. Tabiatda o tarafda yam-yashillik. Chap tarafda qap-qaro yerlar. Mana yerda o'tlar o'syapti, sap-sariq. Bir paytning o'zida 3-4 xil tabiatni uchratish mumkin ekan. Mana. Aylanib yurimiz hammamiz. Shuning uchun bitta chotki maslahat sizlarga, ko'proq aylaninglar. Anaqa tarixiy joylarni, turist joylarini, ziyorat qilayotgan joylarni ko'proq tomosha qilinglar. Mana bu endi yon tarafdan ko'rinishi. Buni qaranglar, osmonni chiroyligini qaranglar, atrof. Zo'r gap yo'q. Mana o mavzoleyni ko'rib kelib, endi kafechasiga kirdik. Bashkirskiy stilda mana. Bashkirskiy yeydigan narsalari ham bor ekan, svetelniga qaranglar ustuna. Yurtanikidan. Qaranglar. Aytda baursaklar bor ekan. Chak-chak baursak. Bashkiriyaning milliy taomlaridan hisoblanadi. Baursak, chak-chak. O'zimizdagi bo'g'irsoqlar mana baursak deyiladi. Chak-chaklar mana. Bashkirskiy miyodam Rossiya bo'yicha eng zo'r sifati, zo'r kачество, zo'r hisoblanadi Bashkirskiy miyod.
tarafda mana har xil suvenirlar bor. Bashkiriyaga mos. Ballari bilan kelsalar, va yerda bemalol o'ynab, chizib o'tirsa bo'ladi. Bu tarafda bemalol ovqatlanib. Xullas, mana shunaqa gaplar. Bugun kunimiz shunaqa o'tdi. Sog' bo'lasizlar. Bugungi aylanishimiz oxiri mana shunaqangi ujin bilan Samarqand kafeda o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'lasizlar. Kuzatib borishda davom etinglar. Ishlaring olsa javob kelasizlar.